Assalomu alaykum tomorqa biznes kanali muxlislari. Bugun sizlardan xudo xolasa jo'jalarga ovqat beramiz. Shu jarayonni videoga olishimiz kerak. Xo'p, bu jo'jalar bizda 2-3 1-2 avgust kunlari chiqdi. Hali 2 kunlik jo'jalar-da mana. Xo'p, tagiga mana nimani yozamiz, salfetkani yozamiz. Buni o'rniga qog'oz yozsangiz ham bo'ladi, karton qog'oz, oq qog'oz. Toza chizilgan bo'lsa ham, yozilgan bo'lsa ham mana shu kir bo'lmagan qog'ozda yoziladi. Mana shu qilib yozib, u nima uchun? Chunki o'zini hozir ovqat qo'ysak, ovqatga qo'shib, o'zini axlatini yeb qo'yishi mumkin. O'sha narsani oldini olish uchun qog'oz yozilyapti. Hop, har 2-3 kunda bu qog'ozlarni almashtirib turasiz. Hid bo'lib, nima bo'lib qolmasligi uchun-da. Hop, mana hozir qog'oz qo'yildi. Hozir yetmagan joyiga mana qayna uzib yolib axlat qilishni bu hozir korobkada turibdi. Bizda bu hozir oddiy bitta korobkada. Mana korobkasi nima? Shikilib turibdi. Tushundingizmi? Mana tuxum o'sha cho'rkadan o'tkazilgan. Cho'rka degan o'sha qirg'ichda o'tkazilgan. Sekin mana tuxum beramiz. Birdaniga hammasini bermaymiz. Hammasini bitta joyga bermaymiz. O'sha tuxumni o'tga bunday tashab qo'yamiz. Deylik o'sha jo'jani soniga qarab ovqat beriladi. Biroz ovqat beriladi, kutiladi. Yeb bo'ldimi? Hammasi yeb bo'ldimi? Yana ozgina solasiz. Yeb bo'ldimi? Yana ozgina solasiz. O'sha ketaveradi. Agar hammasini bittada berib qo'ysangiz, uni oyog'i issiq qoladi, uni iflos qilib qo'yish mumkin-da. Ani qolib ketishi ham mumkin bo'ladi. Chunki qog'ozni olish ham juda noqulay bo'ladi. Mana shunaqa beriladi. Beriladi, biroz kutib turasiz. Yeb bo'ldimi? Tap yana solib ketaverasiz. Mana shunaqani tap yeyishyapti. Bu yerda xudo xolasa 40 ga yaqin soni aniq aytaman, xudo xolasa 40 ga yaqin bor. Nasib qilsa. Mana shunaqa bo'lyapti. Arkadaşlar, inşallah da koyunlar. Cüzeler satışımız mümkün. Satımga bor, nasip qilsa, xohlasangiz mana shu cüzelarni sotib olsangiz bo'ladi. Bir oylik paytida ham sotib olasiz. O'zi ideal vaqt o'sha bir oylik paytida, bir oylikdan katta bo'lgan paytlar olsangiz, ancha menga bo'ladi. Birinchi kuni demak umuman ovqat berilmadi. Suv berilganida, hozir suvni ishini olib qo'yibmiz. Mana bu ovqatda xalaqit bermasin debda olib qo'ydik. Keyin ikkinchi kunida tuxumni maydasini shunday beramiz. Hali shu boshqa hech narsa bermaymiz. Hop, start berishadi. Hali u startga erta bo'lagan shu tuxumni o'zini qo'yamiz. Yaxshi svejiy chiqqan toza tuxumni shunaqa beryapmiz. Qaynatib, tuxumni beramiz. Bittasi mazasi yo'q ekan. Ana yürüyor, dumbaları aldı lan. Koran tohusu gibi de. Şunları yaptılar. Buna geçen ovqat berib, mazaqli dam olib o'tirsa bo'ladi. Hech narsa o'zi qolmadi, ko'rdingizmi mana? Hozir bitta tuxumni tirs qildi. Qancha bitta tuxum kamlik qildi o'g'lim. Qallig'i yana beramiz. Biz sirasi bitta tuxum bersam bo'lardi. Juda ko'p berib qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Teriga daliyani ovqat ko'p berib qo'yish mumkin. Albatta tagiga xos qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa o'zini axlatini yeb qo'yib, zaharlanib o'lib qolishi mumkin-da. Yeb bo'ldimi? Endi suvni bersak bo'laveradi. Oddiygina, qiyin narsa yo'q. Lampochkani kunduzini o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi. Kechqurun biz o'chirib qo'yamiz. Lampochka o'chib bo'lsa, qorong'i bo'lib hammasi uxlaymiz. Bu bitta video qo'ydim-ku, hammasi shunday yotib olgan, terilib, mazza qilib, mana shunaqa uxlaydi-da. Uxlashamiz. Har doim yoqib qo'yamiz.
yoz kuni bo'lgani uchun yoz kuni bo'lsa ham mana oddiy lampochka qo'yganmiz, led lampochka. Sen suvni bir almashtiramizmi? Suv kechaga ekan, endi uni almashtiramiz. Qaynab sovigan suv beriladi. İçiga dori ham qo'shish mumkin. Ichiga qo'shdik. Mayli. Agar ichi ketishni boshlasa bo'ladi. Bir tabletka tatarchilinni olib, shu maydalab suvga solib qo'ysangiz o'zi tap tashlab suvga ichaverasiz. Bunaqa gaplar jigarlar ommaga charchamanglar. Xudo xolasa hali bularga o'sha start bergan paytlarimizdan videoga olib, yo'q qo'yaman.